Hadovoy lokatsiyada shunday hokimiyat to'g'risida kvartiralarni shunday ichkarida, dvorni ichida do'stlar, 4-etajda 2 xonali kirpichli kvartira topib qo'ydim. Batafsil ma'lumotlarni videoni davomida aytib o'taman. Narxini oxirgacha kuzatganlar bilib oladi va inshaalloh xarid qilishadi. Barakali xonadonimiz sotuvga chiqqan do'stlar. Ular srochniy pul zaril bo'lib qolgani uchun sotishyapti ekan. Bu yerda hozir obzorimiz oshxonadan boshladik. Batafsil bu yerda faqat kuxonning garnitur qoladi. Qolgan hamma narsa olib chiqib ketilar ekan do'stlar. Bu yerimizda 14 metrlik lojimiz, ya'ni balkonimiz. Bu yerda polni akfa qilib yopib, qo'shimcha yana bir xona, koridor sifatida ishlatib qo'ysalaringiz bo'ladi. Bu tarafimizda chapida konditsioner joylashgan. Mana konditsionerimiz, mana akfa oynalarimiz, xullas mehr bilan chiroyli qilib qo'yilgan kvartiramiz. Bu yerda oldin balkonga chiqish eshigi bo'lgan ekan. Bu yerni cho'tkib yopib, oyna qilingan ekan. O'zlariga moslashtirib olganingizdan keyin bir asvejit qilib yuboradigan joy. O'zingizga moslashtirib. Bu yerimiz oshxonamiz, bu yerda koridor, bu yerimizda esa hojatxona, vanna bilan birga birlashgan. Qishda issiq sovuq suvdan umuman muammo yo'q. Atapleniyalar shu adresda umuman muammosiz ishlaydi. Ya'ni o'zim ham shu adresda turaman do'stlar. Bunimiz birinchi xonamiz. Shunday kiraverishda, bu yerimizda mana kiraverishda shunday to'g'riga o'tib, bemalol mana birinchi xona. Bu yerda atapleniyalar bor. Qishda issiq bo'ladi deyapti do'stlar. Bu yerimizda keyin koridorimiz, to'g'rida ikkinchi xonamiz, ya'ni zalimiz do'stlar. Bu yerimizda bitta, keyin ikkita abagrevatel bor. Qishda issiq, yozda salqingina bo'ladi. Quyosh ham tushib, shunday manzarani ko'rib, bemalol bahramand bo'lsangiz bo'ladigan joyi. Batafsil ma'lumotlarga ega bo'lish uchun pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Uyni egalari bilan savdolashgan holda $26,000 narxlab qo'ydik. Obuna bo'lib, like bosib fikrimizni bildirib qo'yamiz. Pul zaril bo'lgani uchun shunaqa narxga qo'yib yuborishyapti. Bunaqa kvartiralar bunaqa narxda juda ham tez ketadi. Negaki kechagina reklama qilgan kvartiramiz, ya'ni 2 xonali kirpichli dom $32,000 deyotgan edi do'stlar. Bu kvartiramizni uyda egasi insof bilan $26,000 deyishdi. Yanada kelib bemalol uyni ustida ko'rib, netib savdolashib olishlaringiz mumkin.